Beeline taqdim etadi. 7 yilligiga atalgan yorqin mega aksiya. Hafta mobaynida $2 suhbat qiling va har kuni million so'm yutib oling. Shuningdek, suhbat uchun juda ko'p bonuslar. Yil so'ngida esa 13 ta Sparkdan birini qo'lga kiriting. Imkoniyatingiz katta. Axir har bir viloyat uchun alohida Spark. Beeline hayotning yorqin tarafida bo'ling. Uyqu bormi o'zi? Mashinaning egasi kim? Agarda husnbuzarlar seni qo'rqinchli tushlaringda bezovta qilayotgan bo'lsa, uyg'on. Zinerit husnbuzarlarni davolashga mo'ljallangan dori vositasi. Zinerit tashqi ko'rinishingizga gap yo'q. Isbotlangandek, gastrit va yara kasalligining paydo bo'lish sababi Helicobacter pylori bakteriyalari hisoblanadi. Denol antibakterial dori vositasi infeksiyaning rivojlanishini oldini olib, shikastlangan oshqozon shilliq pardasining bitishiga yordam beradi. Denol gastrit va yara kasalligidan antibakterial himoyadir. Og'riq kutilmaganda boshlanganida, og'riq sizni harakatsizlantirganida, Fanigan Fast Gel kuchli og'riqqa qarshi tezkor yordam. Yo'tal yordami bilan bronxlar tozalanadi, yopishqoq balg'am bo'lsa ko'chmaydi va yo'tal davom etadi. Bunday yo'talda sizga Ambranol yordam beradi. Ambranol balg'amni parchalab, bronxlarni undan xalos etadi va yo'talga barham beradi. Ambranol qabul qilib, yo'talsiz yengil nafas oling. Bolalarga Ambranol siropi tavsiya etiladi. O'zbekiston telekanali taqdim etadi. Dunyolarni kashf qilishga oshiqamiz u ba'zan jismimizda kechayotgan jarayonni anglay olmaymiz. Inson umrining deyarli 3dan 1 qismini uyquda o'tkazadi. Uyqu suv va havo singari jismimiz uchun zarur desak, adashmagan bo'lamiz. Uyqusizlik kasallikmi yoki odat? Uyqusizlik aksariyat odamlar uchun bu odatiy hol deb qarash kerak. Ba'zi holatlarda kasallik alomati ham bo'lishi mumkin. Mayonez salomatlik uchun ziyonmi? Shuni esda tutish lozimki, mayonez bu ziravor sous. Darddan butkul forig' bo'lmoq uchun nimalar qilish joiz? Insultga chalinishni xohlamasangiz, asabingizni asrang. Sog'lom bo'lay desang, o'zingni angla. Bu hayotdagi eng muhim shiorimizga aylansin. 17-noyabr, yakshanba, soat 20:10 da o'zni anglash sirlaridan voqif bo'lamiz.